Bu mashinalar paytida kimlargadir orzu, yana kimlargadir armon bo'lib qolgan. Avtodasyor kanalida $4,500 ushbu oq Lacetti'ni sotib olsangiz bo'ladi. Mashinani bitta ko'ringlar, bitta podpiskani hozir bosib qo'ying aka. Mashinamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekan, lekin sostoyanasi 2010-11lar bilan bemalol tortishaverar ekan akalar. Holati vaqti cho'tki holatda ekan, kraskalari 25-30% atrofida bor ekan. Oldi-orqa suvaylari zavodskoy pechat holatda turibdi ekan akalar. Mashinamiz yurish-turishlari, motor, ходовой korobkada umuman ishi yo'q ekan. Mashinani olasiz, faqat minish kerak xolos. Mashinamizga CC3 monitor, yangi chexol, poli, kovriklarigacha qilingan. Salonlari Pony Black Piano akvaprintlarigacha ustanovka qilingan. 4 ta ballonlari yangi holatda turibdi. 100 talik temir metallarigacha ustanovka qilingan ekan akalar. Faqat avtodasyor obunachilari uchun ushbu chiroyli holatda turgan Lacetti mashinasini $4,500 ga aytib o'tilganida sotib olsangiz bo'ladi. Nomerni pastda qoldirdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.